Oyi, aka kelinglar. Men uylanaman. Nima? Uylanaman? Endi 30 ga kirgan bo'lsang, hali yosh bo'lsang, qat'iy uylanasan. O'zi 15 qishga bitta xona to'g'rilyapti. Вот именно o'zi ikki xonali domda qaynona, qaynota, ikkita o'g'il bolalarimiz, kamiga qaynisinimiz ham bor. Uylanasan? Va qayerga uylanasan? Katta akam keling meri Rossiyaga ketgan. O'shani xonasiga uylanaman. Voy, ha, ikkita bolam bilan mazga chiqib ketamanmi xonada? Yig'ishtiring. Unda balkonga uylanaman. Oyijon. Akajon, Balkonda nima gaplar? begim. Qani akajon? Voy, o'zimga piyola qolmabdi-yu. Amal, voy, choy ham qolmabdi. Borib kela qolaman. Ay, kenayi. Voy, Durdanaxon. Voy, akajon sen borsiz. Ay oyog'im. Voy, oyijon. Shigi nima bor bu yerda? Chiqasanmi yo'qmi? Bo'lib qoptilarmi? Bilmayman, xotin tezroq bo'l. Bo'la qolinglar. Iltimos, men ikkita bolam bor. Voy. Oxiri kim aka? Qani bir kechki ovqatga yangi kelinni qo'lidan oshiylu. Yarim kilo oshlamasam yetadimi oyijon? Yarim kilo oshiysa o'zingizmi? O'psin to'xting. Men erim kimin dazmol qilishim kerak. Olib kellaring, bolam kimi turibdi. Siz yangi kelinsiz, yangi dazmol olib kelsangiz bo'lmaydimi? Kenayi, meni kiyimimchi. Begim, qachon akalaringiz chiqib ketadi? Mana yashagim kelyapti. Qachongacha balkonda yashaymiz? Dasht to'ylargacha ochib turamiz. Kimman cho'tkamdan yurdi? Bu gapirmasa tezda chiqqan. Bor qo'shnining uyida cho'mal. Kim qizimdan besini ishlatdasanmi? Va nima kiyimimni dazmol qilmading? Boshqasini dazmol qildim-ku. Kimga bu o'zi? Sizni noqora xoringiz yo'q demanga baqirguncha. Mana Dona, Abbakir, voy urishmalaring uyat bo'ladi. Ana boshlandi. Voy,